juda ham raskoshniy внедорожник sotuvga olib keltirganmiz. Bugun sotuvimizda Lexus LX 470 realni monster apparat. 2000-yil 300 ming kilometr yurgan. Dvigatel esa 407 litrli 268 ta ot kuchi. Расходiga keladigan bo'lsa, taxminan 20 litr mo'ljal qivuringlar, lekin aniq stoyit. Bagajni seksiyali bilan birga ko'rib chiqamiz. Bunaqa tepa va pastga ochiladigani, a также 3-qator betda mavjud. Men buni tushursanglar bo'ldi. Salonga o'tirganimizda vid shunaqa ochiladi, realni ko'rinib turibdi. Oldingi versiya avtomobilda sifati boshqacha ishlangan. Hozir bilan birga zavatini qilamiz. Bismillah. Qani? Выхлопной система ham отдельно o'rnatilgan, eshitilib turibdi. Также qo'shimcha pioner magnitofon, a также заводской sistemalardan klimat kontrol, avtomat korobka 5 stupenkali, пониженная повышенная передача, KDSS sistema plus gidropodveska. Bu ham juda ham katta ta'sir qiladi именно внедорожникlarga. Optitronli tablo, a также qo'shimcha juda ham ko'p navorotlari bor. Misol uchun такие как межосевая блокировка, удобство uchun круиз контроль, a также полный электропакет. Mana bu красавчик автомобиль, ichidamli, sifatli, realное yaponское качество. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 22 900 ga berib yuboramiz.